Salom, hurmatli tomosha shabirlar va kanalimiz a'zolari. Bugun sizning e'tiboringizni juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir yangilikka qaratmoqchiman. Gap shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga, daromadlaringizga, hatto kelajakdagi pensiya ta'minotingizga ham daxldor bo'lgan yangi qonun hujjatlari haqida ketmoqda. Bu mavzu har biringizni qiziqtirishi shart. Chunki u deyarli barcha faoliyat turlari bilan shug'ullanadigan fuqarolar uchun yangi imkoniyatlar yoki aksincha e'tiborsizlik qilinsa jiddiy muammolar olib kelishi mumkin. Shu sababli iltimos, diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga esa like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot boshqalarga ham yetib boradi. Bu videoni oxirigacha ko'rish orqali siz o'zingizni ko'plab ortiqcha tashvishlardan va moddiy yo'qotishlardan himoya qilasiz. Yangi imkoniyatlardan esa to'liq foydalana olasiz. Asosiy muammo va yangi yondashuv avvallari kichik tadbirkorlik yoki mustaqil faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun tizim anchagina murakkab edi. Tasavvur qiling, siz sartaroshsiz, duradgorsiz, repetitorsiz. Uyingizda shirinliklar pishirib sotasiz yoki taksi haydaysiz. Daromadingiz unchalik katta emas, lekin baribir qonuniy asosda ishlashni xohlaysiz. Ammo bu istak ko'pincha rasmiyatchilik davriga urilardi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish jarayoni o'ziga yarasha vaqt va hujjatlar talab qilardi. Soliq turlari, hisobotlar, bank hisobvarag'i ochish kabi masalalar ko'pchilikni sarosimaga solardi. Natijada ko'plab fuqarolar o'z faoliyatini norasmiy tarzda, ya'ni soya iqtisodiyotida davom ettirishga majbur bo'lishardi. Bu esa bir tomondan ularni ijtimoiy kafolatlardan, masalan, pensiya ta'minotidan mahrum qilsa, boshqa tomondan doimiy nazorat va jarimalardan qo'rqib yashashlariga sabab bo'lardi. Rasmiy ish o'rni yo'qligi kredit yoki mikrokredit olish imkoniyatini cheklar edi. Chunki banklar sizning doimiy daromadingiz borligini tasdiqlovchi hujjat talab qilardi. Oddiy ma'lumotnoma olishning o'zi ham muammo edi. Bu holat nafaqat fuqarolarning o'ziga, balki davlatga ham salbiy ta'sir ko'rsatardi. Chunki byudjetga soliq tushumlari kamayardi. Mehnat bozorida norasmiy bandlik ustunlik qilardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonun va qarorlar orqali o'zini o'zi band qilgan shaxslar degan yangi toifa joriy etildi. Bu toifa oldingi murakkabliklarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, xalq orasida samozaniyati deb ham tushunilmoqda. Asosiy maqsad avvallar norasmiy faoliyat olib borgan yoki kichik xizmatlar ko'rsatgan fuqarolar uchun maksimal darajada soddalashtirilgan tizim yaratish. Bu yangilik shunchaki bürokratik o'zgarish emas, balki butun iqtisodiy munosabatlarni, odamlarning ishga bo'lgan munosabatini va moliyaviy barqarorligini o'zgartiradigan strategik qadamdir. Endi o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish juda tez va oson. Soliq to'lash tartibi ham imkon qadar soddalashtirilgan. Eng muhimi, bu yangilik sizga nafaqat qonuniy asosda ishlash, balki ijtimoiy kafolatlarga ega bo'lish, pensiya jamg'armasiga hissa qo'shish va bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ham beradi. Bu davlatning har bir fuqaroga, hatto eng kichik faoliyat bilan shug'ullanayotgan shaxslarga ham e'tiborining yorqin dalilidir. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kimga kerak emas keling. Yangi qonunning asosiy jihatlarini, uning sizning faoliyatingizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu yerda sizga nimalarni bilish kerak, kim ayniqsa diqqatli bo'lishi lozim va kimga bu qonun umuman daxl qilmasligini tushuntiraman. Birinchi navbatda o'zini o'zi band qilgan shaxs kim degan savolga javob beraylik. Bu yo'llanma ishchi jalb qilmasdan, mustaqil ravishda asosan o'z mehnati orqali daromad topadigan jismoniy shaxs. Davlatimiz tomonidan bunday shaxslar bajarishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxati tasdiqlangan bo'lib, u doimiy ravishda kengayib bormoqda. Ayni paytda bu ro'yxatda chaqimdan ortiq faoliyat turi mavjud. Misol uchun bu ro'yxatga uyda pishiriqlar tayyorlash va sotish, uyda sartaroshlik va kosmetologiya xizmatlari ko'rsatish, kiyim-kechak tikish va ta'mirlash, poyabzal ta'mirlash, kompyuter xizmatlari ko'rsatish, repetitorlik, taksi haydash, shaxsiy avtomobilda yuk tashish, mebel yig'ish, santexnika xizmatlari, elektrik xizmatlari enaganing ishi. Uy xizmatchisining ishi, gilam yuvish, avtomobil yuvish, dehqonchilik mahsulotlarini sotish, hunarmandchilik mahsulotlarini yasash va sotish kabi juda ko'p keng tarqalgan faoliyat turlari kiradi. Bu faoliyat turlari ro'yxatini soliq qo'mitasining rasmiy saytida yoki soliq mobil ilovasida topishingiz mumkin. Faoliyatingiz shu ro'yxatda bo'lsa,
siz o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish jarayoni g'oyat soddalashtirilgan. Sizga buning uchun davlat xizmatlari markaziga borishingiz yoki qandaydir qog'ozbozlik bilan shug'ullanishingiz shart emas. Hammasini Soliq mobil ilovasi orqali yoki myPonga.gov uz portali orqali onlayn tarzda uyda o'tirgan holda amalga oshirishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab olasiz, ro'yxatdan o'tish bo'limiga kirasiz, JSHR PayMF raqamingizni kiritasiz, faoliyat turini tanlaysiz va bir necha daqiqada sizga tasdiq keladi. Mana shu bilan siz rasmiy ravishda o'zini o'zi band qilgan shaxsga aylanasiz. Sizga maxsus QR kodli guvohnoma beriladi. Uni elektron shaklda telefoningizda saqlashingiz mumkin. Bu hujjat sizning rasmiy maqomingizni tasdiqlaydi. Soliqqa tortish tartibi ham nihoyatda sodda. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun yagona ijtimoiy soliq stavkasi belgilangan bo'lib, bu miqdor juda past. Misol uchun, bugungi kunda bu minimal ish haqi miqdorining bir qismi bo'lib, bir yilda taxminan 300 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu raqamlar o'zgarishi mumkin. Shu sababli ana miqdorini doimiy ravishda Soliq qo'mitasi saytidan tekshirib borishni tavsiya qilaman. Eng muhimi shundaki, siz ushbu belgilangan miqdorni to'lash orqali nafaqat qonuniy asosda faoliyat yuritish huquqini qo'lga kiritasiz, balki kelajakdagi pensiyangiz uchun staj ham yig'asiz. Ya'ni bu soliq nafaqat davlatga tushum, balki sizning o'zingizning ijtimoiy himoyangizga yo'naltirilgan investitsiya hamdir. Boshqa hech qanday soliq, daromad solig'i, KUKUYIS va hokazo to'lashingiz shart emas agar sizning yillik daromadingiz belgilangan chegaradan oshib ketmasa. Bu juda katta imtiyoz. Chunki an'anaviy yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar ko'proq soliq turlarini to'laydilar va murakkabroq hisobotlarni taqdim etadilar. Keling, endi real hayotiy misollar bilan tushuntirib beray. Birinchi misol, Dildora opani olaylik. U uzoq yillardan buyon uyida shirinliklar tayyorlab, qo'shnilariga va tanishlariga sotardi. Hech qanday rasmiyati yo'q edi. Oyiga o'rtacha 2-3 million so'm daromad topardi. Har doim tekshiruvchilardan xavotirlanardi. Bankdan kichikroq kredit olib pechka yoki muzlatgichni yangilamoqchi bo'lganda esa daromadini tasdiqlay olmasdi. Yangi qonun joriy etilgach, Dildora opa soliq mobil ilovasi orqali o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tdi. Bir necha daqiqada u rasmiy maqomga ega bo'ldi. Endi u yiliga deylik 300 ming so'm yagona ijtimoiy soliq to'laydi. Bu oyiga atiga 55 ming so'm degani. Bu mablag' uning daromadining juda kichik bir qismi, lekin buning evaziga Dildora opa endi hech qanday xavotirsiz qonuniy asosda faoliyat olib boradi. Eng muhimi, uning kelajakdagi pensiya stajiga ham yoziladi. Bundan tashqari bankka murojaat qilib, o'zining rasmiy maqomini va daromadini ko'rsatgan holda yangi uskuna sotib olish uchun mikrokredit olish imkoniyatiga ega bo'ldi ilgari. Bu kreditni olish uchun u daromadini tasdiqlay olmasdi. Dildora opa hozir tinchgina ishlashi va kelajagi uchun g'amxo'rlik qilishi mumkin. Ikkinchi misol, Ahmad akaga murojaat qilamiz. U tajribali duradgor, lekin har doim xususiy buyurtmalar bilan ishlagan. Mijozlari unga naqd pulda to'lashgan. Hech qanday shartnoma yoki chek yo'q edi. Uning oyga daromadi 4-5 million so'm atrofida edi. Yangi qonundan xabar topgach, Ahmad aka ham ro'yxatdan o'tdi. Endi u ham xuddi Dildora opa singari yiliga 300 ming so'm soliq to'laydi. Bu uning uchun nafaqat qonuniylikni ta'minladi, balki yangi imkoniyatlar yaratdi. Masalan, u endi yirikroq kompaniyalar yoki tashkilotlar bilan shartnoma asosida ishlashi mumkin. Chunki u rasmiy maqomga ega. Ba'zi mijozlar to'lovni bank o'tkazmasi orqali amalga oshirishni xohlashadi. Avvalgi holatda Ahmad aka buni qila olmasdi. Endi esa u o'z bank hisob varag'i orqali to'lovlarni qabul qilishi mumkin. Bu ham uning mijozlar doirasini kengaytiradi. Bundan tashqari, agar u kelajakda o'z ustaxonasini ochishni va 1-2 nafar shogird yollashni xohlasa, avvalo o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatidagi tajribasi unga bu jarayonni osonlashtiradi. Uchinchi misol, Farhodni ko'rib chiqaylik. U talaba bo'sh vaqtida repertorlik qilib pul topadi. Oyiga 1 million so'm daromadga ega. Oldinlari bu daromadi norasmiy edi. Chunki talabalar uchun ITT ochish yoki boshqa murakkab soliq turlari bilan shug'ullanish qiyin edi. Endi u ham o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, yiliga 300 ming so'm soliq to'laydi. Bu unga kelajakdagi pensiya uchun staj yig'ishga yordam beradi va eng muhimi, u endi xotirjamlik bilan dars bera oladi. Hatto agar unga talabalardan birining ota-onasi bank o'tkazmasi orqali to'lovni amalga oshirishni xohlasa ham, Farhod bu xizmatni ko'rsatishga tayyor.
kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas. Xavotir olish kerak bo'lganlar bu avvallari norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat yuritgan shaxslar. Agarda sizning faoliyatingiz yuqorida sanab o'tilgan yoki shunga o'xshash ro'yxatga kiritilgan bo'lsa, sizda ro'yxatdan o'tish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Agar siz buni qilmasangiz, davlat tomonidan nazorat kuchaygan bir paytda jarimalarga duch kelishingiz yoki kelajakda ijtimoiy kafolatlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bugungi kunda elektron nazorat kuchayib bormoqda. Bank o'tkazmalari, onlayn to'lovlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladigan sotuvlar kuzatuv ostida. Shuning uchun norasmiy faoliyat olib borish tobora xavfli bo'lib bormoqda. Ro'yxatdan o'tmaslik bu faqat hozirgi kun uchun imtiyozdek ko'rinishi mumkin, ammo kelajakda juda katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Pensiyasiz qolish, kasallik yoki boshqa force major holatlarda davlat himoyasiz qolish, bank xizmatlaridan foydalana olmaslik kabi muammolar tug'ilishi mumkin. Kimga xavotirlanishning keragi yo'q. Birinchidan, agar siz rasmiy ishda band bo'lsangiz va o'zingizning asosiy ishingizdan tashqari boshqa faoliyat bilan shug'ullanmasangiz, sizga bu qonun to'g'ridan-to'g'ri daxl qilmaydi. Ikkinchidan, agar siz allaqachon yakka tartibdagi tadbirkor, ITT yoki mas'uliyati cheklangan jamiyatchi sifatdan o'tgan bo'lsangiz va faoliyatingizni qonuniy yuritayotgan bo'lsangiz, siz ham xavotir olmaysiz. Biroq agar siz ITT sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, lekin yo'llanma ishchi jalb qilmaydigan va faoliyatingiz ro'yxatga kiritilgan kichik xizmat turlaridan biri bo'lsa, sizga o'zi band qilgan shaxs maqomiga o'tish foydali bo'lishi mumkin. Bu sizning soliq yukingizni kamaytirishi va hisobotlarni soddalashtirishi mumkin. Shuning uchun vaziyatingizni chuqur tahlil qilib chiqishni tavsiya qilaman. Masalan, agar ITT sifatida soliqni aylanmadan to'layotgan bo'lsangiz va bu soliq sizning foydangizning kattagina qismini tashkil etayotgan bo'lsa, o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish siz uchun tejamkor variant bo'lishi mumkin. Istisnolar, to'siqlar va noaniq jihatlar. Har qanday qonunda bo'lgani kabi, bu yangilikda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan to'siqlar va ba'zi noaniq jihatlar mavjud. Bularni bilish sizni kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan himoya qiladi. Istisnolar har qanday faoliyat turi ham o'zi band qilgan shaxs toifasiga kirmaydi. Yuqorida aytganimdek, maxsus ro'yxat mavjud. Agar sizning faoliyatingiz ushbu ro'yxatdan tashqarida bo'lsa, masalan, yirik savdo faoliyati, ishlab chiqarish, qurilish ishlari, yollanma, ishchi jalb qilish va hokazo, sizga yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish talab etiladi. Masalan, agar sizning kichik ishlab chiqarish korxonangiz bo'lib, unda bir nechta xodimingiz ishlasa, siz o'zi band qilgan shaxs bo'la olmaysiz. Yoki agar sizning faoliyatingizga litsenziya talab etilsa, masalan, farmatsevtik faoliyat, huquqiy xizmatlar, tibbiy xizmatlar ba'zi turlari, sizga oddiygina o'zi band qilgan shaxs maqomi yetarli bo'lmaydi. Balki tegishli litsenziyalarni olishingiz va YT yoki MC sifatida ro'yxatdan o'tishingiz lozim bo'ladi. Shuningdek, agar sizning yillik daromadingiz ma'lum bir chegaradan, masalan, bugungi kunda 100 million so'm yoki undan ko'ra bo'lishi mumkin, oshib ketsa, sizga yanada murakkab soliq rejimiga o'tish yoki YTTJ sifatida faoliyatingizni qayta tashkil etish talab qilinishi mumkin. Bu chegaralar ham o'zgarishi mumkin. Shuning uchun doimiy monitoring qilish muhim. To'siqlar va yashirin qopqonlar. Daromadni to'g'ri kuzatmaslik, garchi o'zi band qilgan shaxslar uchun hisobot soddalashtirilgan bo'lsa-da, bu siz umuman daromadingizni hisobga olmasligingiz kerak degani emas. Soliq organlari ma'lum hollarda daromadingiz manbasi va hajmi haqida ma'lumot so'rashi mumkin. Agar sizning mijollaringiz bank orqali pul o'tkazilsa yoki sizga onlayn to'lov tizimlari orqali to'lashsa, bu ma'lumotlar avtomatik ravishda soliq organlariga yetib borishi mumkin. Agar sizning daromadingiz muntazam ravishda yuqori bo'lib, belgilangan chegaradan oshib ketsa, ammo siz o'zi band qilgan shaxs sifatida qolaversangiz, bu qoidabuzarlik hisoblanishi mumkin va qo'shimcha soliqlar yoki jarimalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun daromadingizni muntazam ravishda hisobga olib borishni va belgilangan chegaralarni kuzatishni tavsiya qilaman. Oddiy daftar tutish yoki elektron jadval Excel yordamida bu ishni bajarish mumkin. Ikki faoliyat turini noto'g'ri tanlash. Yuqorida aytilganidek, faoliyat turlari ro'yxati mavjud. Agar siz ushbu ro'yxatda bo'lmagan faoliyat turini tanlab,
o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, bu ham kelajakda muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, siz mobil ilovada sartaroshlik xizmatlarini tanlab, aslida qurilish ishlari bilan shug'ullansangiz, bu huquqbuzarlik hisoblanadi. Doim ro'yxatni tekshiring va faoliyatingizga mos keladiganini tanlang. Agar faoliyatingiz ro'yxatda bo'lmasa, demak sizga ITT yoki MCJ ochishga to'g'ri keladi. 3. Yo'llanma ishchi jalb qilish. O'zini o'zi band qilgan shaxs tarifi bo'yicha siz yo'llanma ishchi jalb qila olmaysiz. Agar sizning faoliyatingiz shogird yoki yordamchi yollashni talab qilsa, sizga ITT sifatida ro'yxatdan o'tish zarur bo'ladi. Yo'llanma ishchi bilan ishlash faktini yashirish ham jiddiy huquqbuzarlik hisoblanadi. Noaniq va e'tiborsiz qoldirilgan jihatlar: bir hujjatlashtirish va shartnomalar. Agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida yuridik shaxslar yoki boshqa tadbirkorlar bilan hamkorlik qilsangiz, ular sizdan xizmat ko'rsatish shartnomasi yoki hisob faktura talab qilishlari mumkin. Yangi tizim bu jarayonni ham soddalashtirishni ko'zda tutadi. Masalan, mobil ilova orqali elektron chek yoki hisob faktura shaklantirish imkoniyati mavjud. Bu imkoniyatdan foydalanish sizning faoliyatingizga professionalizm qo'shadi va yuridik shaxslar bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Buni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Ikkini, bank xizmatlari va kreditlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'zini o'zi band qilgan shaxs maqomi sizga bank xizmatlaridan, jumladan mikrokreditlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Biroq banklar sizning daromadingizni tasdiqlovchi hujjat sifatida nafaqat rasmiy maqomingizni, balki to'lagan soliq miqdorini va ehtimol bank hisobvarangizdagi aylanmalarni ham talab qilishi mumkin. Shuning uchun muntazam ravishda soliq to'lash va to'lovlarni bank hisobvarag'i orqali qabul qilish kredit olish imkoniyatini oshiradi. Kelajakdagi o'zgarishlar. Bu tizim yangi bo'lganligi sababli kelajakda unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi mumkin. Masalan, faoliyat turlari ro'yxati kengaytirilishi, soliq stavkalari o'zgarishi yoki daromad cheklovlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shu sababli tegishli qonun hujjatlaridagi yangiliklarni doimiy ravishda kuzatib borish juda muhimdir. Buning uchun Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytini, Telegram kanalini yoki bizning kanalimizdagi yangiliklarni kuzatib borishingizni tavsiya etaman. Amaliy maslahatlar, nimalar qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy qadamlar. Siz aniq nimalar qilishingiz kerak? Qayerga murojaat etishingiz lozim? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va nimalarni yozish kerakligini tushuntiraman. Bir qadam. Faoliyatingizni tasdiqlang. Avvalo, sizning faoliyat turingiz o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun tasdiqlangan ro'yxatda mavjudligiga ishonch hosil qiling. Buning uchun O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytiga soliq.uz kirib, tegishli bo'limni toping yoki soliq mobil ilovasini yuklab olib, undagi ro'yxatni ko'rib chiqing. Misol uchun, agar siz uyingizda tikuvchilik bilan shug'ullansangiz, ro'yxatda maishiy xizmatlar, kiyim-kechak tikish va ta'mirlash kabi bandlarni topishingiz kerak. Agar faoliyatingiz ro'yxatda bo'lmasa, demak sizga ITT yoki MCJ ochish varianti ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. İlk qadam. Mobil ilovani yuklab oling yoki MyBokkov. Uzdan foydalaning. Ro'yxatdan o'tishning eng tez va oson yo'li bu. Soliq mobil ilovasi orqali amalga oshirish. Google Play Market yoki App Store'dan soliq ilovasini telefoningizga yuklab oling. Agar mobil ilova orqali qilishni xohlamasangiz, MyBokkov.uz Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Men shaxsan mobil ilova orqali qilishni tavsiya qilaman, chunki u juda qulay va intuitiv. 3 qadam. Ro'yxatdan o'tish jarayoni. Mobil ilovani ochganingizdan so'ng o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish bo'limiga kiring. U yerda sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqami, JSHIR PIN-FL kiritish talab etiladi. Keyin faoliyat turingizni ro'yxatdan tanlaysiz. Misol uchun, agar siz repetitor bo'lsangiz, ta'lim xizmatlari bo'limidan repetitorlikni tanlaysiz. So'ngra faoliyatingizni boshlaydigan sanani ko'rsatasiz. Odatda bu siz ro'yxatdan o'tayotgan kun bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni kiritganingizdan so'ng siz ro'yxatdan o'tishni tasdiqlaysiz. Bir necha daqiqa ichida sizga elektron guvohnoma yuboriladi. Bu guvohnoma sizning telefoningizda saqlanadi va unda QR kod mavjud bo'ladi. Shu bilan sizning rasmiy maqomingiz tasdiqlangan bo'ladi. 4 qadam soliq to'lash tartibi. Guvohnomani olgach siz soliq to'lashni boshlashingiz mumkin. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun yagona ijtimoiy soliq odatda har oyda yoki yil oxirida barcha summa bilan to'lanishi mumkin.
soliq miqdorini yil boshida soliq qo'mitasi belgilaydi. Siz bu miqdorni soliq mobil ilovasi orqali yoki bank ilovalari, masalan, Paynet, Click Payme orqali to'lashingiz mumkin. Mobil ilovada soliq to'lash bo'limiga kirib, tegishli soliq turini tanlaysiz va belgilangan summani to'laysiz. Bu jarayon bank kartasi orqali amalga oshiriladi va juda qulay. Masalan, agar yiliga 300 ming so'm soliq to'lashingiz kerak bo'lsa, siz uni bir martada yoki har oy 25 ming so'mdan to'lashingiz mumkin. Odatda birdaniga to'lash ancha qulay bo'ladi. Agar mablag'ingiz bo'lsa, 5 qadam daromadlarni hisobga olish. Garchi murakkab hisobotlar talab qilinmasa-da, sizga daromadlaringizni oddiy usulda qayd etib borishni tavsiya qilaman. Buning uchun oddiygina daftar tutishingiz yoki kompyuterda Excel jadvali yaratishingiz mumkin. Har bir tushum sanasini, manbasini va miqdorini yozib boring. Bu kelajakda bankdan kredit olishda yoki soliq organlari savollar tug'dirganida o'z daromadingizni tasdiqlashingiz uchun yordam beradi. Shuningdek, xarajatlaringizni ham qayd etib borishingiz foydali bo'lishi mumkin. Garchi ular soliq hisoboti uchun majburiy bo'lmasa ham, o'z biznesingizni tahlil qilish uchun kerak bo'ladi. 6 qadam ma'lumot va yordam olish. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki qandaydir qiyinchiliklarga duch kelsangiz, quyidagi manbalarga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi soliq qo'mitasining call center raqami. Bu raqamga qo'ng'iroq qilib, mutaxassislardan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti Soliq.uz. Saytda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun maxsus bo'limlar, ko'p beriladigan savollar va javoblar mavjud. Joylardagi davlat soliq inspeksiyalari. Agar onlayn yoki telefon orqali muammoingiz hal bo'lmasa, yashash joyingizdagi soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga maslahat berishadi va yordam ko'rsatishadi. My.gov.uz portali. Bu portalda ham tegishli ma'lumotlar va elektron xizmatlar mavjud. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Ro'yxatdan o'tish uchun sizga faqatgina shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport seriyasi va raqami JSHRPN kerak bo'ladi. Qo'shimcha qog'oz hujjatlar talab etilmaydi. Bank kartangiz esa soliq to'lash uchun zarur bo'ladi. Nimalarni yozish kerak? Arizalar yoki boshqa murakkab yozma hujjatlar tayyorlash shart emas. Yuqorida aytilganidek, barcha jarayon mobil ilova yoki onlayn portal orqali elektron shaklda amalga oshiriladi. Siz faqatgina ma'lumotlarni kiritib, tanlovlarni amalga oshirasiz. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli do'stlar. Bugungi videoda muhokama qilganimizdek, yangi qonun va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun yaratilgan tizim sizga nafaqat huquqiy himoya, balki yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu tizim orqali siz o'z faoliyatingizni qonuniy asosda yuritishingiz, kelajakda pensiya olish huquqini qo'lga kiritishingiz, bank xizmatlaridan foydalanishingiz, qolaversa, o'zingizni ijtimoiy jihatdan himoyalangan his qilishingiz mumkin. Bu davlatimiz tomonidan kichik tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim qadamdir. Imkoniyatlardan foydalaning. Xavotirlarsiz va ishonchli kelajak sari qadam tashlang. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoni like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumotni yanada ko'proq odamlar ko'rishi va foydalanishi mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha rahmat.